Assalomu alaykum qadrdonlar, mahallangizga keldik loyihasi O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda mahalliy telekanallar bilan hamkorlikdagi loyihamiz. Biz bugun Qashqadaryo viloyatiga yetib keldik, Qarshi shahriga. Qarshi shahriga kelganda doim kurantni oldidan boshlaymiz. Kim Qarshiga kelgan bo'lsa bilishadi, mana shu kurant tomondan yurganimizda shahar qoq markazi hisoblanadi. Mana shu markazi yonida bu ham markaz Roguzar mahallasiga yetib keldik. Har doim aytardim kelganimda mana shu kurantni oldini aylanishim kerak edi. Atrofini aylanardim, lekin bunaqa obod mahalla bo'lganini ichkariga kirmagandim. Bu yerda nuroniylarimiz ham bor ekan, nuroniylar bilan bir so'rashib ketaylik. Assalomu alaykum. Biz ko'rsatuv bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamay yaxshi o'tiribsizlarmi? Mana Roguzar mahallasi mana Dilnozaga kelgandan beri ham vaqt ham mana mahallaga qatnashganimga o'sha 2000-yil edi. O'shandan bir 15 yil yarashtirish komissiyasini bo'ldik, muavin bo'ldik. Boqda hali ham mahalladan qo'l uzganimiz yo'q. El bilan, xalq bilan yursangiz, mana mamlakatimiz gullab yashnayapti. Hamma tomondan mana prezidentimizga ham rahmat. Hamma ishimiz yomon emas. O'sha kuni mana paxta ham terib keldik. 2 kun paxta ham terdik, mana so'rang. 2 soatda bordik, yomon yashaymiz desa, borsak paxtani boshiga borsak ishonasizmi? 30 ta mashin bor. Yomon yashamayapmiz-da. O'zingiz necha kilo tedingiz? O'zim mana so'rang. 90 yoshli nuroniyimiz 60 kilo paxta dalasiga chiqib, oppoq paxtalarni terib, o'z hissalarini xirmonimizga qo'shdilar. Men ham borganimda shu O'roqbobo bilan birga mana 90 yoshga, 7 yoshdan 90 yoshgacha bo'lgan kishilarimiz mahallamizdan borib qatnashdik. Yaxshi Oqoltin xirmoniga Hasharga bordinglar. Hasharga bordik. Boraylik deb o'zimiz iltimos qilib mashin bilan bordik. Bizlarga birov majbur qilgan yo'q. Shahar ham mahalla ham joy obod bo'lib ketibdi. Xudoga Allohga shukr. Haqiqatdan chiroyli. Sog' bo'linglar, rahmat. Sizga ham rahmat. Kutib olganingiz uchun rahmat. 90 ga kirgan Hoji bobo 60 kilogram paxta terdim dedilar. Shunday tashabbuslar bilan bo'lyapti ko'pchilik. Mana shanba, yakshanba kunlari fuqarolarimiz shu dehqonlarimizga alohida yordam berishga Rahmat, baraka topsin. Keyin ahamiyat berdim, ko'cha asfaltlangan, uzun ko'cha ekan-a. Prezidentimizning tashabbuslari bilan ishlab chiqilgan o'sha tashabbusli byudjet Bu tashabbusli byudjetda shularning hisobiga aksariyat, nafaqat shahrimizda, balki qishloqlarimizda ham juda katta qismda mana shu open byudjet hisobida odamlarimizni birikib mana shu loyihalarni yutib olishyapti. Juda katta imkoniyatlar. Demak, siz yutib olgansizlar, kechagi tarixiy selektorda yana bu qo'shimcha imtiyozlar berildi-ku. Albatta, hurmatli prezidentimiz biz mahalla raislari uchun juda katta imkoniyatlarni tashabbus qilib yaratib bermoqdalar. Biz bundan unumli foydalanish uchun islohotchi mahalla raisi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun biz ham imkonimiz qadar bizga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holatda mahallamizni islohotchi bo'lgan holatda chiroyli, ko'rkam, namunali mahallaga aylantirish maqsadida belni mahkam bog'lab ish faoliyatimizni olib bormoqdamiz. Kambag'al oilani o'zi qolmadi. Chunki hammani bandligi ta'minlangan, hamma ish bilan band va shu bilan bir qatorda xonadonlarda hech qanday kambag'al oila degan so'z ishlatilib bo'lmay qoldi. Chunki hamma band va ish bilan doimiy o'z faoliyatini olib bormoqda. Shunday ekan, sharoitni ham yaxshilash maqsadida har bir xonadonda mashinalar, chiroyli imoratlar bo'y bas ko'tarib, ko'rganingizdek, mana shunaqa mahalla holatiga kelib chiroyli mahalla. Maktab ekani bu yerda. Bu maktab, bu bizni Roguzar mahallamiz hududida joylashgan 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Bu yerda ham 2000 dan oshiq bolalarimiz tahsil olishadi. O'quv markazlari bor ichlarida. Bolalar chiqib kelayotganda bayrog'imizni ko'rib, bayrog'imiz hurmatli bajo ko'rsatadi. Yaxshi, juda vatanparvarlik kuchli ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. O'quvchilar salomlash, baraka toping. Hozir hurmatli prezidentimizning tashabbuslari va bizni yurtimizni farovonligiga hissa qo'shishimiz uchun har bir mahallada mahalla hokim yordamchilari va mahalla bankerlarini ish faoliyatini olib borishlari uchun yangi imkoniyatlar berdilar va shu imkoniyatlardan foydalangan holatda bizni mahallada ham hokim yordamchi va mahalla bankeri tomonidan imtiyozli kreditlar olib o'z ish faoliyatini olib borayotgan tadbirkorlarimiz mavjud va men sizni o'sha tadbirkorlarimizni mana Xonadonbay, Ko'chabay olib borib o'z faoliyatlarini ko'rsatib tanishtirib o'tmoqchiman. Va sizni taklif qilib qolaman. Mana hozir biz mahalladan imtiyozli kredit olgan holatda ish faoliyatlarini boshlagan fuqaroyimizni
mana ish joylariga kelamiz. 18 nafar fuqarolarimizni bandligini ta'minlab, ish faoliyatlarini olib borishmoqda xodimlari. Bu yerda profilaktika inspektorning xizmat uyimi? Ha, bu xizmati. Zo'r ekan. Assalomu alaykum. Xorma, yaxshimisiz? Charchamasdan? Jarayonga ketyapti. Qanday mahsulotlar chiqarasiz? Biz asosan mebel ishlab chiqaramiz. MDF eshiklar ishlab chiqaramiz. Hozirda ichki bozorda ta'minlayapmiz, viloyatlarga beryapmiz. 2026da xudo niyat qilib turibmiz eksportga chiqarishga. Qozog'iston, Turkman, Ko'rsa Qirg'iz. bo'ladi? Ha, mana bemalol tayyor mahsulotlarimiz. Bular eshiklarni pakovka qilishyapti. Keksalarni ham ish bilan ta'minlaganmiz. Rahmat. Sepish, rang berishadi. Rang berishadi. Stanokda ishlayapti bolalarimiz. 18 ta odam ish bilan ta'minlanayapti degani 18 ta oilada ro'zg'or tebratilyapti. Ha, endi xudo xolasa keyingi yilgacha 40-50 tagacha yetkazmoqchimiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Bizda 30 ta ko'p qavatli uylarimiz bor, 18 ta ko'chalarimiz bor. Xonadonlar, mana bu o'zbekcha ko'chalarimiz deydi. 5822 nafar fuqarolarimiz bo'lib, bunda olib qarasangiz, o'zi hamma bizda ish bilan band. Hurmatli prezidentimizni yana bir imkoniyatlaridan foydalangan holatda mahalladagi kam ta'minlangan, kam daromadli oilalarimizni ish rivojini yanada mukammallashtirish va yanada samaradorligini oshirish maqsadida xotin-qizlar faolimiz tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilib, kasanachilik, ya'ni do'ppi va to'nlarni tikish uchun ish faoliyatini yo'lga qo'yishgan. Shu xonadonimizga va yana undan tashqari nonvoylarimiz bor mahallamizda. Tegirmonlar mavjud. O'zlari bug'doylarni tegirmondan o'tkazgan holatda un tayyorlab, o'zlari nonvoylik kasbini tanlab issiq nonlarimizni xalqqa ulashishadi. Imtiyozli kreditdan foydalangan holatda oilaviy tadbirkorliklarni yo'lga qo'yganlar. Uzundan uzun ko'cha. Asfaltlangan va har doimgidek viloyatda chiqqanda ko'ramiz, top-toza. Endi men sizni hozir tadbirkorlik ish faoliyatini olib boradigan To'lqin akamizni xonadonlariga olib kiraman. Bu yerda ham oilaviy tadbirkorlik, ya'ni oila a'zolari 6 nafar oila a'zolari birgalikda mana shu nonvoylik kasbini qilib, mahallamizga va xalqimizga issiq nonlarni ulashib kelishmoqda. Beruniy ko'chasi ekan. Beruniy ko'chasi. To'lqin aka. O, To'lqin aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, ulardan bir. Uzr, endi uylaringizga kirib keldik, mana to'g'ridan to'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Teşekkür, rahmat. Rahmat, katta rahmat. Rahmat. Hozircha maqtadilar, bunaqa nonlar kamdan kam uchraydi deb. Ruxsat bersangiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Anchadan bir shug'ullanasizmi navachilik? Ha, bir 15 yillar bo'ldi. 15 yillar bo'ldi. Faqat shu yerda. Shu xonadonda bo'lib turibdi. Non qayerda sotiladi? Nonimiz Yerqo'rg'on bozoriga sotiladi. Toshkent nonlaridan qolishmaydi. Mana issiqdan nonlar. Rahmat. Yangi tandirdan uzilgan. Undan yopish jarayoni ham bor ekan, qarang. Mana yopish jarayonlari ham ish. Parhezlikmi deyman? Ha, parhezli. Barakasini bersin. Katta rahmat. Jarayonlar ham shu yerda ekan. Rahmat. Katta barakali ekan. Narxi nech puldan? Narxini hozir 4 mingdan berib turibmiz xalqimizga, elimizga. Katta non. Qayirmali non qilyapmiz, ichiga sut, nima solib. Yana undan tashqari aytib o'tishim joiz. Tadbirkorimiz To'lqin aka shunaqa narsani o'zlariga odat qilib olganlar. Har haftani juma kunida fuqarolarimizga 250-300 dona nonlarimizni ehson qilib chiqarib, ko'ngilli ravishda tarqatadilar va yana tashabbus qilib xirmonchilarimizga mana paxta dalasida javlon urib, miriqib paxta terib turgan xirmonchilarimizga 20-25 qoplab unlarimizni tarqatdilar. Mana shunday bizni tadbirkorlarimiz juda saxiy va ko'ngli ochiq tadbirkorlar. Olim aka, yaxshi mahalla raisi bor ekan. Tadbirkor hech qachon o'zini maqtamaydi. Lekin mahalla raisi maqtashi kerak. Albatta. Yaxshi, haqiqiy mahallaga olib kelibsizlar. Rahmat. Biz yaqin kunlarda bir niyatimiz ham borda, bir o'zimiz bug'doyni qayta ishlab, sahrga qarshi qora nonni yo'lga qo'ymoqchimiz, xudo xolasa. Mushkul bo'lgani zo'r deydi. Degan odamni ko'rdi, lekin qochib ketmadi. Aka, bizni mahallamiz sizga ma'qulmi? Zo'r, haqiqiy Qarshi shahrining mahallasida. Mana endi hozir xotin-qizlarga hurmatli prezidentimiz tomonlaridan tashabbuslari bilan ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalangan holatda o'z ish faoliyatlarini olib borayotgan kasanachilarimiz xonadonlariga olib boraman. U yerda ham doimgidek ish jarayoni qizg'in tarzda bo'lib o'tmoqda.
Bizni tadbirkorlarimizda qay birini eshigiga kirib borsangiz, har doim ish jarayonlari qizg'in, jadal tarzda bo'lib turgan bo'ladi. Va hozir Hamida xolamizning xonadonlariga boramiz va ish jarayonlarini kuzatib ko'ramiz. Bu yangi uygimi? Bu yangi uy, buni hurmatli prezidentimizni tashabbuslaridan foydalangan holatda tadbirkorlik uchun kreditlarni olib, o'z tadbirkorliklarini ishga yo'lga qo'yib, mana endi yangi imoratlar qurib, ichida yangidan yangi tadbirkorlik faoliyatlarini olib borishmoqda. Buning uchun prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Marhamat. Shuhrat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasiz? Salomatmisiz? Ibratli oila ekansiz. Haqiqatdan. Yarashganini qarang. Bardavom bo'lsin. Ilohim hammamizga birgalikda bo'lsin. Hamma vaqt shunday deyman. Xush kelibsizlar, kelingizlar. Xush kelibsizlar. Kotka ishingizni ko'rsatasizmi? Пожалуйста, kelingizlar. Marhamat. Pожалуйста, rahmat. Shu o'qigan payt o'rganib ketganimizda marhamat, kelingizlar. Endi anaqa qilmaysizlar, uyimiz hali bitirish payt yangi imorat. Bu yil payt yarim edi, shungacha qilib oldik asta. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, juda yaxshi zo'r daromad qilib, uyni imoratni ko'tarishni boshlaganlar, ko'z tegmasin. Shunday bo'lsa ham hali to'xtab qolmadikda, agar bitkazamiz, qachonki qilamiz desak, ishimiz to'xtab qoladi. Biz maoshga emas, maqsadga qarab astalik bilan qilib boramizda. Marhamat. Kelingizlar, xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Hormaylar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Nimalar tayyorlanyapti? Hozir o'zimizga urf bo'lgan mana qarang, beqasamlar, bular milliy kiyimlar, hammasidan tayyorlab beramiz. Kim nima istasa o'shani bajarib beramiz. Hozir ana qish sezoni kelyapti, yana bitta nimcha qilib erkaklarga tayyorlab beramiz, zamg'ilab qo'yib, chiroyli qilib beramiz. Qishda kun ham hech qiynalmagina kiyishadilar. Ana bitta kiyib ko'rishingiz ham mumkin, bitta yana chiroyli bo'ladi. Kichkinaroq bo'lar ekan. Bu erkaklarniki, bu yerda ayollarniki. Ayollarniki bular. Rahmat, Bizga rahmat. ana endi Qarang mana chiroyliligini. chiroyli haqiqatdan. Ahamiyat beringlar. Ana, chiroyli. Mana qarang. Qo'l mehnati bular. Qo'l mehnati. Bu hammasi qo'l mehnati. Qo'l mehnati. Bir opa ko'rsatib bering, qani. Mana qarang, bitta-bitta. Ana bitta kiyib ko'ringizlar, mana bu ham qo'l mehnati, qo'l Qo'l bilan mehnati. qilib bittadan qilib tikamiz. Chiroyli qilib turib. Avvalambor prezidentimizga ham rahmat. Shunday bizga yo'l yo'riqlarni ochib berib qo'yibdilar. Viloyat hokimiga ham, Qarshi hokimlarga ham, xotin-qizlarga ham, mana raisamiz ham, xotin-qizlarimiz ham har doim bizdan shunday bir har hafta emas, har kun 2 kunda bir xabar olishadi. Biz endi mana shunday ishlar bor, ham hunarmandchilik kanalimiz bor, ham tadbirkorlik. Bitta narsaga qarab qolmaymiz, hamma narsani qo'shib ketaveramiz. Parandalarim 200 tagacha bor. Chorvalarim, qo'ylarim egizda qo'yatibdi. Bir shu hovliginada qilaman. Parniklarim bor, ana nima belbog'lar tikamiz, to'nlar tikamiz. Bozorda 5 ta bozorim bor. Shu ertalab soat tongda 4 ta turib qizim bilan dadasi ketadilar, bozorga borib kelishadi. Soat 12 gacha bozorlar bilan qilib kelamiz. Ko'pgina yana uyda o'tirib qolgan ayollarga ish olib borib beraman. Doimiy daromad, kunlik daromadimiz bor. Katta rahmat. Prezidentimiz aytayaptilar-ki, mana o'sha kuni aytayaptilar, 100 ta tovuq boqdim deyaptilar. Qishloqqa boraman-da tuxum olib kelaman o'rniga, go'sht olib kelaman tuxumini olib deyaptilar. Bizda ham har kunlik daromad, xo'rozlarimiz bor, tovuqlar bor. O'sha kuni tuxum sotsak ham bir kunda ish qilib daromadimiz bor. Mana qizlarim, chevar qizlarim tikyapti. Bir kunda hozir mana mavzumda fartuklar tikyapti biz. 100 talar fartuklar tikib beryapmiz. Paxtaga. Kuni 200 ta, 250 ta fartuk dalaga olib borib topshirib, sotib pulini olib, kunlik daromad olib keladilar. Undan tashqari tovuqlarni tuxumlarini, har kunlik daromadlari bor. Aytib o'tganimdek, bizni mahallada kambag'al yo qiynalgan oilani o'zi yo'q. Hamma ish bilan band va o'z daromadiga ega fuqarolar. Nimaga kambag'allar? Chunki hamma mehnatkash. Mehnatkash. Hozir bizni ko'rsangiz, mana shunday orqada unaqa qilib qo'yibsiz. Qishda kun ham tinchib turmaymiz. Bir ana shundagina joyga borib turib, ana piyoz ekaman. Ismaloqlar bu yoqda. Hamsiyalar bilan o'tirib ismaloq pecha qilib yeymiz. Ketib sotamiz. Kunda daromad borda axir. Faqatgina g'ayrat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Prezidentimiz ko'rasiz, shunday shart qadam bilan yuradilar. Bizga ham o'sha kishining gaplaridan men juda motivatsiya olaman. Juda motivatsiya. Bular kechga ham agar 1-2 da bo'lsa ham bular juda xabardor bo'lishadi. Eng kichkina shogirdim ana shu qiz. Bu bloger ekanda. Ha, blogercha qizim ham. Ana shu qizim mana shunday belbog'lar mana ko'rsatay. Keling. Bu qilgan ishlarini mana. Ha, qani ko'rsating. Keling. Mana bu yoqda ishlar, mana. Qani ko'rsating. Shu qizcha mana shunaylarni bezab beradi, ana. Aniki. Rahmat. O'zimiz tayyorlaymiz. Juda ham bu
qizimiz ham juda mehnatkash qiz. Ana shularga gul bosib beradi. Biz chizib tayyorlab beramiz, o'zi tayyorlab ana qiladi. Eng kichigi 7 yoshga yana qiz. Baraka topsin. Katta rahmat, sog' salomat bo'ling. Rahmat. Siz ham tashrif buyurganingiz uchun kattadan katta rahmat. Shunday doim bizni Qashqadaryo gullab yashnayapti. Gullab yashnayotgan bizni Qashqadaryomizga doim kelib turingizlar, mehmon bo'lingizlar. Biz xursand bo'lamiz doim sizlardan. Nafaqat men butun o'zbekistonliklarni, butun chet elliklarni chaqiraman. Mana shu diyorga albatta kelinglar. Juda rivojlanib ketibdi. Katta rahmat. Ko'p qavatli uylar ham qurilyapti-ku. Albatta biz dehqonchilik bilan ta'mirlash, ya'ni binolar qurish ishlarini ham birgalikda chambarchas olib bormoqdamiz. Bu shahar markazida limonlar ham yetishtiriladi, tomorqadan foydalaniladi va bu Qashqadaryoning madaniyatini ko'ramiz dedi. Tomorqadan foydalanishi. Hoji aka shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum Anvarjon. Hoji aka yaxshimisiz? Salomatmisizlar, charchamasdan. Ruxsat bersangiz, operatimizdan iltimos qilamiz. Ha, mana. Hurmatli prezidentimiz tomorqaga alohida e'tibor qaratib o'tib gapirib ketyaptilar. Shunday ekan, har bir bizni kamida bitta ko'chadan kamida 4 ta xonadonda tomorqa mavjud. Va mana shunday limonariyalar, qulupnikalar va boshqa mevali daraxtlarni parnik qilib mana shunday chiroyli tarzda olib borishmoqda. Qulupnay ham bormi? Albatta, qulupnay bor. Boshqa turdagi, har xil turdagi chet davlatlardan olib kelingan, hattoki chiroyli daraxtlargacha parvarishlab mana shunday limonariyalar tashkil qilingan. Juda chiroyli ekan. Bu yerda hozir nechta tup, hoji aka? 20 tup limon bor. 20 tup. Buni dimlatib qo'ydik. Kelgusi yil shu vaqtlar nasib har bittasi 100 kilodan pashini limon bo'ladi bu yerda. Bu juda kattarib ketganda daraxt. Barakasini bersin. Rahmat. Nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Men bu yil 3-yil bu. Nasib yaxshi bo'lish kerak juda ham. Qadrdonlar, mahallangizga keldik loyihasi O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda mahalliy telekanallar bu gal Qashqadaryo viloyati telekanali bilan hamkorlikdagi loyihamiz. Biz Qarshi shahrining Rog'uzar mahallasidan, men ko'rsatuvni boshida aytdim, mashhur bo'lgan Qarshining markazi Kurantdan bir necha 100 metr bu yerda bo'lgan joy, lekin shahar markazi deya olmaysiz. Bu yerda ham markazga xos bo'lgan xususiyatlari bor, ham tomorqadan foydalanish madaniyati ham juda kuchli ekan. Bugun buni yoqqal namoyon bo'ldi. Sizlarga ham taklif etamiz, mana shu joylarga kelganingizda albatta kirib o'ting, ko'ringlar. Haqiqiy Qarshi shahrining mahallalari qanday ekanligini ko'z oldingizga kelgan bo'lsa ajab emas. Sizlarga rahmat, bizni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Albatta sizni mahallangizga ham biz yetib boramiz. O'zingizga ehtiyot qilinglar, xayr.